Futbol telekanalida mana shu o'yinni birgalikda kuzatamiz. Teleekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Men o'yin boshlandi. Kecha bo'lib o'tgan ikkita o'yin natijasini sizlarga yetkazdim. Bugun yana 3 ta uchrashuv bor. Bu o'yinlardan xabar 91-raqamda Azamjon Temirxonov. Navbahorning hujumi. Jiyanov chap qanotga to'pni yetkazib berdi. U yerda albatta Xolmatov o'zining fintlarini ishlatmoqda. Yaxshi pas, zarba bersa bo'ladi, lekin o'ng qanot xavfli vaziyat va ofsayd yo'q ekan do'stlar. Yo'qmi ofsayd? Agarda o'yin qoidasi buzilganligini ko'rsatyapti. Birinchi burchak, keyin esa yordamchi hakam orqali penalti belgilayapti hakam. Mana sizga Norchayev. Husayn Norchayev hozir yaxshi vaziyatga kirib bordi. Zarba berib hisobni ochishi mumkin edi. Qanday chiroyli kombinatsiya. Va penalti. Penalti. Birinchi to'g'ri burchak zarbasini ko'rsatdi, lekin o'ng qanotda ishlayotgan. Keling ko'ramiz. Kontakt bormidi himoyachi tomonidan? Bor. Hozir Ravshan Abduvohidovga ish topildi. Bilmadim do'stlar. Yonsiqdagi hakam ko'ramiz shekilli, agarda darvozabon to'pni qaytarmasa. Chunki Davron Merganov bir marta qaytardi. Norchayevdan zarba va darvoza ustuniga to'p tekib darvozaga kirib ketyapti. 6-gol Husayn Norchayevdan. O'ringa joylashib oldi. To'plarlar bahsida Doriyev, Hojimirzayev, Abduxoliqov, Chinedu Abduxoliqov. Birinchisi Temurxo'ja Abduxoliqov, keyingisi Bobur Abduxoliqov, Peritsa, Hamdamov va Norchayev. Endi bizga yana bir bor baribir namoyish etib berishlari kerak bo'ladi o'sha vaziyatni. Kirib ketayotganda agar yo'q, bu penalti. Zo'r tepdi. Har qanaqasiga bu tomonga tashlanganda ham ulgurmasdi menimcha Davron Merganov. Bahslarida barcha yillarda ishtirok etib kelayotgan, barcha mavsumlarda ishtirok etib kelayotgan jamoalar hisoblanishadi. 600 tadan oshib ketdi goli. Chiroyli pas, xavfli vaziyat. Voy! Juda ham chiroyli kombinatsiyani amalga oshirishdi hozir. Shaydur balki bordir kichikdan. Himoyachi to'pga o'ynamaganligi uchun ham hozir vaziyatni ko'rib olamiz. Usmonov. Voy! Muhammadali juda kuchli zarbaga ega. Hozir ochiqqa to'pni oshirsa kerak deb o'ylagan edim. O'zlariga kelib olishlari kerak. Xolmatov. Himoyachi qaytardi to'pni. Tepib yubordi hozir Merganov. Va bu darvozabon ham to'pni osmonga qarab tepdi. Aynan shu pallada chiroyli hujum. Yaxshi, bormi zarba beradigan? Endi bu qanaqa bo'ldi? Bilish ikkinchi urinishda amalladi. Zarba Norchayev yaqin masofadan turib gol urishi mumkin edi. Bugun shuningdek Lokomotiv Dinamo bilan, Xorazm esa Mash'al bilan kuchnashyapti. Navbahorning hujumi davom etadi. Mana imkoniyat bor. Xolmatovga qoldirsa nima bo'lardi hozir? Norchayev. Juda chiroyli pas. Navbahorning hujumi. Chap qanotdan Xolmatov.
Jasur Jaloliddinov. Yana Jasurning o'ziga. Yana Xolmatov. To'p jarima maydonchasi ichida va darvoza to'siniga tegib qaytmoqda. Darvoza to'sini qutqarib qoldi bu safar. Yetib keldi va to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Solihjonov mana yana bir bor ko'ramiz. Xolmatovdan super pas. Ustungami, to'singami? Variant boshqacha. Zor 3 ta o'yinchini chalg'itishda Surxon jamoasi a'zolarida qarshi hujumga o'tib ketish uchun yaxshi imkoniyat bor. To'p jarima maydonchasi ichida. Voy! Jasur Jaloliddinovni qo'llab-quvvatlashyapti. Mana vaziyat. Xolmatov. Yana bitta imkoniyat bor. Darvoza bo'sh qolib ketdi, darvoza bo'sh. Lekin nima bo'ldi ungacha? Ofsayd bo'ldi, nima bo'ldi? Bu kerak emas. Bunday harakatlar kerak emas. O'zi zarba berish kerak edi. O'zi zarba berish kerak edi. Aldamasdan. Shohruxbek Abdurahmon to'pni nuqtaga o'rnatyapti va aynan shu pallada uchrashuv bosh hakami Dostonbek Rahmonov o'yinga yakun yasab beryapti. Navbahorning qiyin g'alabasi. Navbahor O'zbekiston Superligasi bahslarida 8-g'alabasini tantana qildi. 8 ta g'alaba, 4 ta durang, 4 ta mag'lubiyat.